العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, bugun suhbatimizni dinda vatanning o'rni qayerda degan bir savolga javob beriladi. Bunda bir savolning so'ralishining sababi biz Sharqiy Turkistonliklarning vatanimiz ishg'ol ostida bo'lg'achqa vatanning qutuldirishning farz ekanligini, dinimizning bu bir amri ekanligini so'zlagan vaqtimizda Xitoy tarafdorlari dinda unda bir gap yo'q, vatanning gapi yo'q, din bilan vatanning aloqasi yo'q, din bilan siyosatning aloqasi yo'q deb menda ta'til tashviq qilganlar bor. Shuning bilan kallasi biroz dilig'lab so'ralgan savolga. Shuning uchun bugungi bu suhbatda islom dinida vatanning o'rni bormi yo'qmi, shu mazmunda bo'ladi. Berdigan javobimiz shuki, islom dinida vatanning o'rni eng yuksak martabalarda bo'lib, islom dinining vatanni qayerga qo'yganligini ko'rish uchun oldi bilan islom dinining nimalarga ahamiyat berganligiga bir qarab chiqaylik. Nimalarni qo'g'dashga buyruq berganligiga bir qarab chiqaylik. Buni qarash kerak. Islom dini zodi qo'g'dashga tegishli nimalar bor, nimalarni qo'g'daysan deb bizga buyruq beradi. Nimalarga ahamiyat beradi. Buni qarasak, shu ahamiyat berilgan, shu qo'g'dashga amr qilingan buyruqlarning ichida vatan masalasi bormi yo'qmi? Buni tushungan bo'ladi. Islom dini insonlarning jon tomiri hisoblanadigan 5 narsani qo'g'dash uchun Alloh taolo tarafidan o'ttirg'i qo'yilgan, insoniyat uchun loyihalangan ilohiy bir sistema bo'lib, bu sistemaga bo'ysungan ve amal qilgan kishilar dunyo va oxiratda baxtli bo'ladi. Bu Allohning bu sistemasiga bo'ysunmagan, amal qilmaganlar, ko'zga ilmaganlar bu dunyodami, oxiratdami baxtsiz bo'ladi, xorliqqa qoladi. Unda bo'lgankin bu ilohiy sistemaning qo'g'damoqchi bo'lgan 5 jon tomirga bir qarab chiqaylik. Islom dini inson bilan munosabatli bo'lgan bizning 5 tane jon tomirimizni qo'g'dashga buyruq qiladi. Shu 5 tane jon tomirimizni qo'g'dash uchun kelgan bir din, bu din Rabbimiz, alemlerning Rabbi Allah tarafidan. Yani bizning yaratquchimiz Allah tarafidan biz uchun maxsus loyihalangan bir ilohiy sistema. Bu ilohiy sistemada vatanning o'rni qayerda, buni bir qarab chiqaylik. Birinci, İslam insonlarning dinini ve iman aqidasini qo'g'dash uchun kelgan. Badalqa dinini, imanini, aqidasini qo'g'dash uchun kelganda biz shuni bir tilga olishimizning sababi din insonlarga iman aqida olib keladi. İnsanlarning imoni va aqidasi o'zi e'tiqod qilgan dinga qarta shakllanadi. Allohning dargohida eng muqaddas, eng to'g'ri bo'lgan din islom bo'lg'achqa, ya'ni eng emasdir, birdan bir to'g'ri din islom bo'lg'achqa, islomga aqida qiladigan insonlarning iymoni shu islomdan keladi. Shuning uchun islom insonlarning dinini, iymonini, aqidasini qo'g'dash uchun kelgan. Çünkü iman insoniyatning birinchi jon tomiri bo'lib, bu iman bu dunyodan yo'qolsa, Alloh taolo bu dunyoni buzib qiyomatni qoyim qiladi. Va insoniyat butun koinot bilan birga halok bo'ladi. Qur'oni Karimga qarasak, qiyomat masalalariga, qiyomat ahvoliga qaragan vaqtimizda yolg'iz insonlar o'ladi emas qiyomatda, butun koinot osmonlarda nim bo'lsa va yerlarda nim bo'lsa, kompay-kum bo'lib hammasini yo'qolganligi tilga olinadi Qur'oni Karimda.
Hazır hamda yo'qolmay mushundaq turishining sababi, qiyomat bo'lmay davomlashishining sababi bu dunyoda Allohga iymon etgan, Allohga e'tiqod qiladigan mu'min musulmonlarning bo'lganligi uchun shunday bo'ladi. Gerçi kafirlar mu'min musulmonlarni yer yuzidan yo'q qilishga tirishayotgan bo'lsa-mu, xususan Xitoy tajovuzchilari islomni yer yuzidan butunlay supurib tashlashni planlayotgan bo'lsa-mu, halbuki bu dünya sistemisining, bu alam sistemisining davomlashishi musulmonlarning barakatidan, mu'minlarning barakatidan bo'ladigan bir ish. Shuning uchun islom insonlarning jon tomiri bo'lgan iymonini qo'g'dashga uchun kelgan. Ikkinchisi, islom dini insonlarning jonlarini qo'g'dash uchun kelgan. Chunki jon insonda bo'lmasa, insonda jon bo'lmasa o'ladi. İnsanda can bombası bombaydigan bir amil bulup, can bombası insan ölgen buludu. Şuna hiçbir kişinin ya ki hiç qanday bir kişinin hiçbir insanı haksız öldürüş hakkı bulmaydı. Meyli o insan şahsi insan olsun, meyli bir cemaat olsun, meyli kabile olsun, meyli devlet olsun, devletinin mi? Hatta Birleşken Devletlerinin mi? Haksız hiç qanday yerge bir insanı öldürüş hakkı, hukuku bulmaydı. Üçüncü, İslam dini insanların neslini qo'g'dash uchun kelgan. Çünkü insanların nesli, insanların en muhim can tomirlaridan biri bo'lib, insanların nesli tugisa, yani insanlar vayron bo'lgan bo'ladi, qiyomat qoyim bo'ladi. Mush üçüncü nuqtaga kelgan vaqtda ülemalarımız oturursa atalgı farkı var. İslam dini insanların neslini qo'g'dash uchun kelgan desa, ba'zilar İslam dini insanların obro'yini, shon sharafini qo'g'dash uchun kelgan deydi, o'xshash masala. Çünkü insanların nesli qo'g'dalsa zodi, u nesildan shonliq millat meydonga keladi. Şanlık devletler meydana geldi. Nesil pakiz olsa, nesilge haram arlaşıp kalmasa, bunda milletin şanlık devletler kuruludu, şanlık milletler ortaya çıkıdı. Şunun için bir milletin neslinin qo'g'dilishi, o milletin şan şerefinin qo'g'dilishi bilan o'xshash. İslam dini insaniyatning neslini, şan şerefini qo'g'dash uchun kelgan bu üçüncü nokta. Dördüncü nokta, İslam dini insanların aklını qo'g'dash uchun kelgan. Çünkü insanların aklı bozulsa, insaniyet bozulur. Çünkü insanı insan qilib tutgan narsa aql. Aql bozulgandan keyin insondagi insaniyet bozulur. İnsanlık bozulur yani. Aql bo'lmasa, insan İslamdan chiqadi. Bu insaniyetning halokatiga va qiyomatga sabab bo'ladi. Çünkü insonda aql bo'lmasa nima bo'ladi? Hayvon bilan farq qilmaydi. Hayvan bilen farkı kalmagandikin o insanın üstüde mükellefiyet, teklifler bulmaydı, mesuliyet, mecburiyet bulmaydı. Onda boğandikin o insanın ibadet kılış, salahiyeti bulmağaçka ibadet kılış mecburiyeti mi bulmaydı. Şunun için Allah o insanlarını, akılsız insanlarını insan hesaplamay bu dünyada yaşamı kıyametine kayım kılıydı. Şunun için İslam insanlarının aklını qo'g'dashga buyruk kılışının sebebi şu. Beşincisi, İslam dini insanların mal mülkini, iyilik hukukunu qo'g'dash uchun kelgan. Çünkü insanların mal mülki ve iyilik hukuku insanların Allah rızasını kazanışı ve baxt kazanış için en muhim vasıtalardan biri hesaplanır. Mesela bu dünyada Allah'ın razı kılış vazifemiz var mı? Mal mülk bulmasa, iyilik hukuk bulmasa hiç kılgılanmaydı. Mesela yüzümüzge qarab baqali Sharqiy Turkistonliklarga. Vatandan ayrılgandan keyin Xitoy tajovuzchilari vatanimizda tatib olib, hammamizdan bo'lib olgandan keyin qo'limizda bir nima qolmadi. Vatanning iyilik huquqi qo'limizdan ketdi. Vatanni ozod qilindi desak, kuch yo'q, pul yo'q. Uni beringlar, buni beringlar deb baqayotgan hech kimda bo'lmagandan keyin chiqmayotgan hech ish yoqmaydi. Shuning uchun mal mulk, iyilik huquq insaniyetning yashash nuqtasining en çok can tomirlaridan biri hesaplanadi. Shuning uchun islom dini insonlarning mal mulkini,
egilik hukukunu qo'g'dashni farz deb buyruq qiladi. Agar bu jon tomir daxl ta'arruzga uchrasa, masalan bizning uchrida Sharqiy Turkistonliklarning insonlarning hayoti bevosita daxl ta'arruzga uchragan bo'ladi. Endi yuqorqi mazmunlarni dalillash uchun islom dinining manbasi bo'lgan va yaratquchimiz Janobi Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimga nazar solaylik. İslam dini insonlarning iymonini qo'g'dash uchun kelgan dedik. Va bu iymon bilan vatanni o'xshash o'rinda zikr qilgan dedik. Qur'onda shunday oyat bormi bir qarab boqaylik. İslam dini insonlarning iymonini qo'g'dash uchun kelgan va bu iymon bilan vatanni o'xshash o'rinda zikr qilgan. Allah bu haqda Qur'oni Karimda bunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezina tababba'ud dara vel imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ve la yeciduna fi sudurihim haceten mimma utu ve yu'thiruna ala enfusihim velev kana bihim khasasa ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Haşr suresi 9. ayet. Rabbimiz bundak deydi. Muhacirlarni danlab. O muhacirlardan burun muhacir bilisizmi? Mekke'den Medine'ye hicret kılgan müminlerni muhacir deyildi. Ama Medine'deki muhacirlarga yardım kılgan müminlerni ensar deyildi. Rabbimiz bu ayette muhacirlarni ve ensarlarni danlavutudu. Ularning danlığıdaki nimesi varken bir qarab bakaylı. Bu muhacirlardan burun yurtığa ve imana yerleşkenler. Yani vellezine tebba'ud dara vel imana min qablihim. Muhacirlardan burun yurtığa ve imana yerleşkenler. Yani ensarlar. Özleri tarafki hicret kılgan kişilerini bekle yaxşı görüldü. Ularga yani muhacirlarga berilgen mal dünya tüpeyleden kalplerinde hiçbir kızgınış his kılmaydı. Ular kelgandan keyin Peygamber Aleyhisselam bularni qarindosh qilib, hamma narsani bo'lishgan go bular. Madinalik ensarlar Mekke'den kelgan muhacirlar bilan o'ylaridan tortib, nimasi bo'lsa ular bilan bo'lishgan, sheriklashgan. Biz diniy qarindoshlar. Shuning uchun bu muhacirlarga berilgan mal dunyo tufaylidan qalblarida hech bir qizg'inish his qilmaydi. Chunki Peygamber Aleyhisselam muhacirlarga bular vatandan ayrıldı, ko'ngli sunuq bu bechoralarning deb g'animatdan bir narsa kelsa jiqroq shu muhacirlarga berdi. Ensarlar buningdan qizg'anmaydi deydi. Ya'ni tushunadi, ahvolini biladi. Va ularning mal dunyoga ehtiyoji turg'uliq ensarlarning muhacirlarni o'zlaridan a'lo biladi. Nima uchun? Ularning kallasi shu bor. Bu muhacirlar shu iymonni deb, Rasulullahni deb, Alloh rizosini deb vatanlarini tashlab chiqdi. Ailelerinden ayrılıp kaldı, bütün mal mülklerinden ayrılıp kaldı. Biz hech nimadan ayrılıp bakmadık deb muhacirlarga histoshlik qiladi. O'zlaridan a'lo biladi. Kimki o'z nafsining ochko'zligidan saqlanarsa, mana shu insonlardek ana shular maqsad yetkichilardir deb Rabbimiz insonlarni shunday tanlaydi. Alloh taolo mana bu oyatda vatanni iymon bilan billa, hatta iymondan burun zikr qilgan. Tabba'ud dara vel imana. Vatanni ve iymonni. Birinci vatanni qo'ydi, ikkinchiga iymonni qo'ydi. İkisini bir yerde zikr qilganlik shu oyatda. Nima deb? Muhacirlardan burun yurtga yerleşken ve imanga yerleşkenler. Bu ayetki o muhacirlardan burun yurtga ve imanga yerleşken ensarlar degan yerga dikkat qilaylik qarindoshlar. Bu ayetten tuvandagi mazmunlar chiqadi. Birinci, vatanning muhimlik darajasi iymonning muhimlik darajasi bilan teng. Chunki iymon Allohning rizosini ve cennetni qozonishga vasila bo'lsa, vatan şu imanın o'ttirg'i chiqishiga ve şu imanın qo'g'dilishiga vasila bo'ladi.
İmanmı vatandan ayrılsa nurgun fonksiyasidan ayrılıp qalgandek, imandan ve İslamdan ayrılgan vatanmı vayron bo'lishga yuz tutadi. Yani iman ve vatan bir-biridan ayrılıp uzun zaman putirab turolmaydi. Bu yerde İslam qonunchiligidagi bir qoidani aytib beray. İslam qonunchiligi desak, İslam fiqhisi deyiladi. Ve bir qoida var, shuni deb beray. Bu qoida shu: "Ma la yatimul vacibu illa bihi fahuva vacib." Bu şeriatimizdeki asaslı qoidalardan birisi. Yani eğer bir farz ibadet başka bir amilsiz emelge aşmasa, şu emelge aşırış mı farz buludu degan qoida. Bu qoidaga ko'ra iman vatansiz puttirab turolmaydigan bo'lg'achqa, düşmanni vatandan qo'g'lab chiqarib, vatanni düşmandan ozod qilish har kishiga farz bo'ladi. İman etish farzmitda? Qoida shu, iman etish farz. Unda bo'lganda bu iman vatansiz puttirab turolmaydi ekan. Unda bo'lganda ekan imonning puttiralab turishga qaysi amil kerak ekan? Vatan degan amil kerak ekan. Unda bo'lganda ekan vatanga ega bo'lishmi farz degan gap. Hozir biz Sharqiy Turkistonliklar uchun vatanimiz Xitoy tajovuzchilarining qo'lida bo'lg'achqa, u vatanni qaytarib olish farz. Xitoy tajovuzchilariga qarshi jang qilib, urush qilib, vatanimizni ozod qilish, mustaqil qilish farz degan gap. İmanning ahamiyati qanday farz bo'lsa, vatanni ozod qilishmi shunday farz degan gap. Bu ayetga ko'ra shunday qarindoshlar, yana vaqt munosabatidan mishada turayli. Alloh hammamizga sog'lom iymon ato qilsin. Hammamizga shu iymonimizni qo'g'daydigan vatanimizni asliga keltirishga nasib qilsin. Shu vatanimizni asliga keltirish vazifasini bizning qilishimizga Rabbimiz nasib qilsin. Kuchimiz yetmagan yerda Rabbimiz bizga yordamchi bo'lsin. Allohning yordam qilishi shunday bo'ladi-ku, yordam degan bir ishni qilib kuch yetmagan vaqtda yordam tilaymiz. Masalan, vatanning ozodligini vazifamiz deb bilamiz. Sharqiy Turkistonlik mu'min musulmon bo'lish sifatimiz bilan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish vazifamiz deb bilamiz. Vazifamiz bo'lg'achqa bu ishni qilishga tirishimiz. Kuchimiz yetmaganda anadikini ey Rabbim kuchim yetmedi. İqtisadiy jihatdan kuchim yetmedi. Siyosiy jihatdan kuchim yetmedi. Harbiy jihatdan kuchim yetmedi. Diplomatiya jihatdan kuchim yetmedi deb kuchimiz yetmagan soha qaysi bo'lgan bo'lsa, shu sohada Allohdan yordam tilaymiz. Anandikin bizning kuchimizning yetmagan yeriga yordam keladi. Agar biz vazifamizni ado qilmay, Xitoy kuchli bo'lgandikan, Xitoy jiq bo'lgandikan, uning bilan urushsam, unda baloy afat chiqadi ekan, menda qiyinchilik bo'ladi ekan deb vazifamizni ado qilmay, ey Allohim, Sharqiy Turkistonni mustaqil qilib bergan, Xitoyni vayron qilib etgan, hammasini halok qilib etgan, Sharqiy Turkistonni mustaqil qilib etgan deb duo qilsak, bu nima o'xshaydi desa, Musa alayhisalom qavmi Musa alayhisalom bilan Harun alayhisalomga ey Musa, Harun ikkinga berib Rabbinglar bilan jihad qilinglar, jang qilinglar, biz miyada o'tirib turaylik degan bilan o'xshash. Chunki biz bulunga chilib o'tirib olib turib, vazifamizni ado qilmay turib duo qilsak yordam kelmaydi. Chunki yordamning sharti bizning vazifamizni ado qilishimiz kerak bo'lishi. Biz Sharqiy Turkistonliklar vazifamizni ado qilmasak, u yordam kelmaydi. Ko'rayapmizmi qarindoshlar? Yordam kelayotam deya. Ish qarindoshlarimizdan şu Afrikalıga yardım ketib bardi. Şu Myanmar degan yerligi dunyoning yana bir uchurlariga yardım ketib bardi. Hatta musulmon bo'lmaganlarga yardım ketib bardi. Bizga kelganda xiyoliga kelmaydi. Nima uchun? Chunki yardım Allohdan keladi. Allah yardım qilishni xolasa,
anından keyin boshqalarning xiyoliga yordam qilishni soladi. Alloh taqib qo'ysa yordamni boshqalarning xiyoliga kelmaydi. Shuning uchun hech ish qilamasak qarindoshlar, hech qanday kuchimiz yo'q, hech ish qilamasak desak, aqida jihatdan, maydon jihatdan o'zimiz tarafda turaydi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish maydonida turaydi. Xitoydan qo'rqib, Xitoy tarafda turib qolgandan keyin dunyo oxiratligimizni vayron qilgan bo'lamiz. Shuning uchun Rabbimiz hammamizga insof, tavfiq, hidoyat ato qilsin. Mush ulug' Ramazonda to'g'ri yo'lga kelishga, hidoyatni qabul qilishga nasib qilsin. Yashagan muddatcha İslamiyet'ten ayrılmasın. Ölüdüğü vaktimizde tövbe ve imandan ayrılmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.